Bugun 31-may kuni Grant ta'lim maktabida barcha sinflar uchun birinchi bosqich qabul imtihonlari bo'lib o'tdi. Maktabimizda tahsil olish istagini bildirgan o'quvchilar ona tili, matematika hamda xorijiy tillardan ingliz, arab va rus tili fanidan sinov imtihonlari topshirdi. Imtihon savollari o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki mantiqiy fikrlash, tushunish va tahlil qilish qobiliyatlarini ham sinovdan o'tkazdi. Sinov jarayoni tajribali ustozlar tomonidan adolat va xolislik asosida olib borildi. Shuningdek, maktab psixologi har bir o'quvchi bilan individual suhbat o'tkazib, ularning ichki dunyosi, hissiy holati va maktabga tayyorgarlik darajasini o'rgandi. Endilikda natijalarga ko'ra imtihondan muvaffaqiyatli o'tganlar Grant ta'lim maktabi o'quvchilar safiga qabul qilinadi.